operatsiyani qo'taqdan qilarmidi? Qo'taq eri shuncha yil 18 yil sikib eri qilib bermagan, otasi qilib bermagan. Bular operatsiyani qo'taqdan qiladimi? Yana mana bunday qilib halol mehnat qilaman deydi. Onangni omida halol mehnat qilasan deyman-da men. Odilga nima deysan? Ha? Odilga bugun xotin bola chaqasini urib qochib Farg'onaga ketyapti. Odil bitta narsa aytaman Zik aka. Toshkentda yuruvdi. Men oldida o'tirdim. Men yomon gapirmayman. Men ham bordim, ko'rdim. Xotini TikTokda pastdan yozyapti. Xorami, bola chaqani qadriga yetmay manda deyapti-da. Sekin shuni xotinini bloklab qo'yapti. Menga ham o'tib yozuvdi. Men aytdimki, kelin, men er-xotin mojarosiga aralashmayman dedim. Menga yozmang iltimos dedim. Ertaga noto'g'ri tushunib, menga ham oshchaga bo'ladi dedim-da, men ham bekitib tashladim. Odil ana Charos bilan yuradi-ku, Charosga uy-joylarni olib bergan bu dalbayob. Ko'tini tegidagi mashinalarni ham sotib kelyapti o'zi. Charos. Odil oilani umuman tashab qo'ydi, bola chaqani tashab qo'ydi. Mana shu donatorlar shuncha urgan pullarga Odil faqat amsikadi. Faqat mana Charosni ko'tiga sarflaydi. Lekin bola chaqasini tashab qo'ydi. Juda xotini yomon so'kdi meni, yomon qarg'adi. Haqiqatan Odilni dalbayob itdan tarqagan odati bor ekan. Bu daraja bo'lmaydi. Biz itdan bo'lgan bo'lsak ham, shuncha harom narsa qilsak ham, lekin bilad oiladan, ota-onadan, bola chaqadan uzoqlashadigan emas. Men bitta yetim farzandim bor, Zik aka, onasi o'lgan, o'zim boqaman. Mana shu yerda Rossiya fuqarosi mana. Ertaga qiyomatda bo'ynimga yopishmasin deb shetda yuribman men. Bo'lmasa qo'tag'imga zarar emas, uyda ham ishlab ko'raman men. Lekin Odil bilad, oilani ehtiyot qil. Yana bir kun. Farg'onaga ketadi, yo'llar kelasi ham sikib yuradi-da. Bekor gap bilad, nima qildi? Odil Charosni qo'yib yuradi TikTokda. Qaysi donator yozsa ham, kim yozsa ham Charosni qo'yib yuradi. Charosga bitta yozib qo'yindi. Bizda sizga aloqaga chiqadi. Bilad. Odil uydagi xotinga gapini o'tkazolmagan, ko'chadagi o'tkazolmaysan. Dastoyni erki ayol kishini TikTokdan olib chiqib ketadi. Mana bu yerda modelini olib, o'zidan sevgilini yo'qolib, hammadan qizg'ani yurmaydi. Farosatingga qo'tag'im dayus. Aqling yetmadimi bitta ayolni eplashga? TikTokdan olib ke, qo'tag'da o'zingdan haligi gubernator deya olmagin biladi dalbayob. Odil unga polni ham narsa donat qilar ekanda, ha? Ha, Odil polni donat qiladi. Realda ham, hayotda ham polni donat qiladi. Ahimchi bodiga qo'qaradi Odil. O'zga bola. Hey, menga qara. O'shanga qilayotgan xarajatni xotinga qilsa, xotin tupa-tuzuk narsa bo'ladi-ku, o'sha kiyinib, mana bu mametlariga, bantiklarni boylab, lablarni bo'yab, bu ham bir Chanel'dan sepsa, salonga borsa, aka, qoni buzuqni hech qachon to'g'irlab bo'lmaydi. Siz mana tushunarsiz, aka. Qarang, mana kut bo'lyapsiz, luboy holatga tushyapsiz, o'sha bolangizga, oilangizga deyapsiz-da. Lekin qoni buzuq odam bitta gap bor. Ko'ribsiz, bilmayman hayotingizni aka. Boyni bolasi pul topsa biznesga yuradi, kambag'alni bolasi pul topsa zinoga yuguradi degan. Tushundingizmi? Odil ham Buxoroning bir chekkasida qo'taqda qo'y boqib yurgan bola bo'lgan. Bir o'zim kelaman desang, shu bir o'zim odam yo'q. Ikimiz o'tiramiz. Bir o'zim. Uydaman. Ya akalar, hammamiz ham mamtikamiz. Sal bir zamondan keyin qorong'iroq tushirib qaytamiz. Hammamiz ham mamtikam, hammamiz ham yuramiz qiz bilan. Lekin oilani bunaqa qilib qo'rqib Hoji. Aka. Hoji. Tachada o'tirganmiz esingdami? Men tekin bo'lsa sikaman. Pulga qaraganda ko'tman men. Qo'tag'im ham turmaydi meni pulga qaraganda. Men ham shunaqa. Tushundingmi? Onasini sikiy, u pulni bor-ku. Uyga qo'yaman-da onangni sikini. Bitta hamda mana bu fanatlarga o'tirmaymizmi? O'zlari nechtasi yozadi.
Keyin falon joyga desam, menga qo'yib keladilar. O'tirib yeyman, ichaman, ikkita shashlik, yarim taroni uraman-da, yana uyga kirib yotaveramanman. Mani hayotim polni обеспечение tekinga, polni yashasam bo'ladi. O'zim bunda olganda. Endi ana ofat degani nima yangilik bu? Oxirgi yangiliklardan bu ham bir paydo bo'ldi. Videosi ko'rdingizmi? Mashina yotmagan erkakka. Shuru. Ayya, kaçası çıkarayım. Ona en eskiden emçegini uçuruyla kalma. Emçegini uçuruyla kalma. Ha to'g'magan mı? To'g'magan da o. Va bila to'g'magan. Biliyor musun? Emchegini Uchi yo'q-ku, uchi chiqmagan-ku. Amiyon qip-qizil ekan. Oppoq qizil. Hey, mana qara. Ya u kalla chiqmagan ekan undan, lekin u semiz qiz ekan lekin. Ha, ko'rsaymizda. Ya o'zi ham semiz qiz ekan, u hani effekt bilan sal nozikroq bo'lib turar ekan, o'zi semiz qiz ekan. Mana bunda qorni pornalari ko'rib turibdi-yu, o'siz. Ha, men ham ko'rdim kecha. Ofat. Mana aka. Mana onayni bekardan bekar kelmaydi. Shuncha narsa bekardan bekar kelmaydi. Ha. Dahoya danatiram am uchun yashaydi bu yerda. Video ham qo'ta uchun yashaydi. Ana shuning uchun katta padarkalar keladi. Hop. Mana demak ofat. Mana qara, men bitta narsaga qo'yib qolmaganim ey. Shu ballog'i ham Guli bilan Zuhrani yechintirganmikin? Oma menimcha Qur'onni ushlab qasam ichgan shekilli ballog'i. Bo'lmasa Gulilarni videosi tarqardi. Qur'on kitob ushlab qasam ichgan shekilli. Guli aka har bitta raundiga TikTok o'tardi Gulida. Har bitta raundiga. Guli ham yechingan u. Ha. Onasini sizga bitta insonni otasi ham buncha pul bermaydi. Radnoy tug'dirib bu dunyoga keltirgan dadasi ham buncha pul bermaydi. Bori bular hazillashib qo'yish kerakda kursib. Men uydaman, o'tiribman uyda. Uy. Efirda o'tiribman, efir. Qasam ishtirgan san shikiligon. Guli yechinadigan qizmas deydi. Qo'tag'imni yebsan, pulni bersang luboy narsa qiladi Guli ham. O prosta ko'z bo'yamachilik uchun odamlarning ko'ziga maktabga borib o'qituvchiman deb pianinani ting qilib yarim soatda qaytib kelardi. Guli ilgari Andijonda Shahrixonda chimchichi bo'lgan, chimchi sotgan bu ayol. Kuchayib ketdi shu chimchini salatlar orqasidan. Bizga o'rgatma, uka, bizga o'rgatma. Biz TikTokka kirganimizda sen bilan dadangni belidan ayingni amiga hali o'tmagan eding. Endi ko'prik quryapti edi dadang bilan aying. Seni o'tkazish uchun. Hocaga ofatmi? Ofat yechim tashlabdi ekan, bundoq qildi-da. Bundoq turib keyin bundoq qilib. Bundoq qildi. Puling o'tdi tushdi. Qilamiz dedi masjidga. Yotib olib, oyog'ini ochib olib, o'zini o'zi ham taqlib somsasini yerkalabdi. Keyin to'nqib rakimga turgan. Oti ham nima ekan, bu onangiz endi oti ofatmas ekan-ku. Nima edi? Dilnoza. Ha, Dilnoza ona. Xudo bergan va Dilnoza. Xudo bergan va Dilnoza pasport qarab qo'y bilan. 94-yil ekan. 0607. Toshkent region. Pasport seriya raqamlari FB 0020 Meniki bilan bir xil ekan, qanday so'rayapmiz? Mana qara, u nima? O'zbekmas u qiz. По-моему, Oqdaryo shu nimadan ana. Yangi yo'l tomonmi nima deydi ana, Toshovlisdan. Qarangda, pasport ham tarqayapti. Qizil pasport tarqayapti-da. Onangizga dahoya donatorga tashlaganda zelen qilgizgani, bankdan pul jo'natgani. Ha, bankdan pul olgan. Onangizga Muhiddin qizi. Bankdan pul olgan. Aynamiga skidi ochdi dadasi bilan o'zi meni qizim ekan-u.
Muhiddinmi sen isming? Ha, Muhiddin o'zi sen ismingni aytguncha. Xuddi mani ismim. Onayni Muhiddin qizi. Onangni ko'rganski qizing jalab bo'lib ketdi seni. bilan onayniski man bag'da qizimni boqaman deb amim chiqib yotibdi. Qizim ag'da onayniskiga man kuyov qidiryapti edim bir Amerikadan tipatuzi. Onayniskiga kuyov qidiryapti edim Amerikadan tipatuzi. Vah! Onayniski. Onayniski bilat otani boshini yetgan onayniski qancha bilat xudodan 3 yil tilamagan qizimni deb bir kun jalab bo'lib ketishidan bexabarman. Onayniski o'zing kechirgina. Voy bilan onayniski bir Amerikada yurgan yaxshiroq odam bo'lsa beraman deyurdim uni. Voy bilan endi bilat imijimni tiktirib beraman-da endi onayniskiga. Bir balo qil.